To'yimizga bir hafta bo'lmasdan o'sinimdan eshitgan bu gaplarimga emas, ko'proq o'zimdan uyalib ketganman. To'yimizga endigina 5 kun bo'lganda o'sinim va qaynonam bilan birga ammajonikiga chaqiriqqa bordik. Ketma-ket kiyimlarimni almashtirishimga o'sinim yonimga kirib yordam berayotgandilar. Qo'ltig'imdagi va tirsagimdagi qora ishlarni ko'rib, "Voy, nima bo'lgan bu yog'ingizga?" deb qoldilar. O'zim opoqqina bo'lganim uchun qo'ltig'im ostidagi va intim zonamdagi bu qora ishlarni o'zim ham sezganman, lekin oyimga aytishga uyalganman. Buni eshitgan o'sinim tezroq buni to'g'rilash kerak. Ikki kishiga bunaqa narsalar yoqmaydi. Turmush o'rtog'ingiz qo'yni qolib ketmasin, uyga borganda bitta narsa beraman sizga dedilar. Uyga kelganimizdan keyin o'sinim uylaridan oqartiradigan krem olib chiqib berdilar. Xuddi shu kremni olib ko'ring, men bir haftada rezultatini sezganman. Hozir u qora ishlarimni asar ham qolmagan dedilar. Ko'p joylardan podelkasiga aldanib qolmaslik uchun faqat Muslimas Feromos profilini olaman deb sizni profilingizni bergandilar. O'shanda ikkilanib sizdan sovayt oqartiradigan kremini olgandim. Ishonasizmi, 5 kunda rezultatini sezdim. Bir oyda umuman qoragan joylarim qolmadi dedilar. Rahmat sizga. Rostdan ham aldamasdan rezultat beradigan original narsa sotganingiz uchun deb OTSFam yozvordilar. Agar sizda ham tug'ruqdan keyin yoki har xil britva yoki boshqa sabablardan keyingi qora ishlarni ketkazish uchun original oqartiradigan krem kerak bo'lsa, 100% rezultat beradigan, hech qanaqa zarari bo'lmagan sovayt oqartiradigan kremini podelkasiga aldanib qolmaslik uchun originalni Muslimas Feromos profilidan topsangiz bo'ladi.